Bu organning og'irligi 1-1,5 kilogramm chiqadi. Shunga qaramasdan aynan shu kichik organ butun bir organizmni barcha vazifalar bilan ta'minlab beradi. U yerda odamning xayollari, fikrlari, hamma harakatlari, hattoki odamni umumiy odam qiluvchi organ hisoblanadi. Bu organning nomi bosh miya. Bosh miya eng kuchli organ bo'lishiga qaramasdan bir tomonlama u juda ham nozik organ hisoblanadi. Bu organda milliardlab hujayralari bor va har bir hujayra o'zining aniq vazifasiga ega. Misol uchun qaysidir hujayra ma'lum bir harakatga yoki bo'lmasam ma'lum bir emotsiyalarga yoki xarakterga javob beradi. Endi tasavvur qiling. Milliardlab hujayralar ichida bitta begona hujayra paydo bo'ladi. Aynan mana shu begona hujayra hech qanaqa qonunga bo'ysunmasdan o'zi bilganicha ko'payadi, o'zi bilganicha yashaydi va bora-bora miyaning ma'lum bir qismlarini parchalab uni yeb boshlaydi. Aynan mana shu narsa bosh miya o'smasi deb ataladi. Bugungi suhbatimizda bosh miya o'smalari haqida, uni qanday aniqlanishi, qayerdan kelib chiqishi, qanday tashxislanishi va qanday davolanish haqida gaplashib o'tamiz. Xo'sh, o'sma qayerdan kelib chiqadi? Qanday paydo bo'ladi? Bu savol hozirgi kunda barcha olimlarning, barcha mutaxassislarning birinchi o'rinli savoli bo'lib hisoblanadi. Haligacha aniq bir xulosaga kelinmagan. To'g'ri, bir nechta nazariyalar mavjud, teoriyalar deymiz. Bu eng ko'p tarqalgan teoriyadan bittasi bu genetik teoriya hisoblanadi. Genetik teoriya nima degani? Odamning tuzilishi, odamning shakllanishi genlar orqali ta'minlanadi. Agar o'sha genlarda biron bir ketma-ketlik buzilsa, bu o'ziga xos butun organizmda buzilishiga olib kelishi mumkin. Buni tushunish uchun oddiy pianino klavishlaridan misol keltiraman. Agar pianino klavishlarini ma'lum bir ketma-ketlikda bossangiz, ammo klavishlardan bittasi ishlamasa, siz xohlagan musiqa paydo bo'lmaydi va har safar xato bo'lib chiqaveradi. Xuddi shunday genlarda ham agar bironta xatolik bo'lsa, u ma'lum darajada organlarning shakllanishiga yoki begona organlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida o'sma kasalliklariga chaqiradi. Yana bir qiziq teoriyalardan bittasi bu virus, ya'ni infeksion teoriya hisoblanadi. Viruslar bilamizki, juda ham mayda jonzotlar hisoblanadi va ular odam hujayrasi ichida yashashi mumkin. U odam hujayrasining ichiga tushib, u yerdagi genlar darajasigacha kirib, uni parchalashi yoki buzishi mumkin va noto'g'ri hujayralarning bo'linishiga olib kelishi mumkin. Undan tashqari ko'p nazariyalar mavjud. Bular ichida radiatsiya nazariyasi, bularning ichida o'sha ximik, fizik moddalar ta'siri nazariyasi va boshqa nazariyalar mavjud. Lekin hech qaysi nazariya hali to'liqligicha tasdiqlanmagan. Shu bilan bir qatorda ko'pchilikda bir oddiy savol paydo bo'ladi. Nega immunitet o'smaga qarshi kurashmaydi? Ha, bu juda ham qiziq savol va bu o'sha mutaxassislar o'rtasida ham haligacha chuqur o'sha diskussiyaga sabab bo'lib keladi. Bunga sodda qilib aytganda ikkita katta sabab bor. Birinchisi o'smaning xarakteri. O'sma xuddi maska kiygan bir josusga o'xshaydi. Uni immunitet ko'ra bilmaydi, uni ajrata bilmaydi. O'zimniki, bu begona deb ayta olmaydi. Shuning uchun odatda o'smalarga immunitet hujum qilmaydi. Ikkinchi sababi bosh miyaning o'ziga xosligi. Bosh miyada yana sodda qilib tushuntirganda o'ziga xos bir parda bor. U oddiy immunitet hujayralarini bosh miyaga kirgizib yubormaydi va bir himoya vazifasini bajaradi o'ziga xos. Lekin shu himoya ba'zi vaqtlarda miyaga qarshi ishlashi mumkin. Shuning uchun bosh miya o'smasini odam ichidagi o'zining dushmani deb qabul qilsak bo'ladi. Bosh miya o'smasi qanday aniqlanadi? Asosan ikkita katta tekshiruv uslubi bilan. Birinchisi bu bemorning o'zidagi shikoyatlari. Misol uchun kimdadir ko'z ko'rish tushishi mumkin yoki bosh og'riqlari bo'lib kelishi mumkin. Bizlar tibbiyotda, neyroxirurgiyada bu simptomlarni 3 ta katta guruhga bo'lamiz. Birinchisi bu
bosh miyada bosimning oshishi. Bosh miyada bosim oshganda odamda kuchli bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, ko'ngil aynishi bo'lishi mumkin, ertalablar qayt qilishi mumkin yoki bo'lmasam o'zining boshiga o'ziga tegishli emasdek his qilishi mumkin. Bu o'sha bosh miya ichidagi hajm oshganda bo'ladi. Ikkinchi simptomlar bular bosh miyani qitiqlantiruvchi, ya'ni раздражающий simptomlar deb atasak bo'ladi. Bunda nima kuzatiladi? Bunda asosan tutqanoq xurujlari bo'ladi. O'sha to'satdan hayotida hech kuzatilmagan holat, ya'ni tutqanoq xurujlari sodir bo'lishi mumkin, kuzatilishi mumkin. Va uchinchi simptomlar bular yo'qotish simptomlari deb ataladi, ya'ni defitsit simptomlar. Bunda nima bo'ladi? Bunda oyoqda, qo'lda harakat buzilishi mumkin yoki ko'rish yo'qotilishi mumkin yoki eshitish yo'qotilishi mumkin yoki shu kabi bir qator funksiyalarni, vazifalarni yo'qotilishi bilan ko'rinishi mumkin. Ikkinchi tashxislash uslubi bu instrumentlardan foydalanish, ya'ni neyroonkologiyada eng birinchi navbatda turadigan narsa bu MRT. O'sha bosh miya MRTsi qilganda ko'p holatlarda to'liqligicha o'smani qanaqa yoki qayerdan paydo bo'lganini, qayerda joylashganini to'liq bilib olish mumkin. Agarda o'sma juda ham murakkab bo'lsa, odatda unga kontrast, ya'ni o'sha ma'lum bir ranglarni yuborish orqali aniqlab olish mumkin. O'sma aniqlangandan keyin albatta uning davolanish haqida hamma izlanadi, o'ylaydi. Xo'sh, o'smalar o'zi qanday davolanadi? O'smalar asosan ikki xil yo'l bilan davolanadi. Hozirgi kunda zamonaviy neyroxirurgiyaning rivojlanishining hisobiga o'smalar operatsiya yo'li bilan muvaffaqiyatli olinib tashlanadi. Ikkinchi yo'li esa bu o'sha onkolog tomonidan bajariladigan ximiya yoki nur terapiya orqali qo'llash hisoblanadi. Xo'p, operatsiyalar qanaqa bajariladi? Operatsiyalar odatda o'sha bosh sohasida kesma orqali va o'sha suyakni ochib, o'smaning joylashgan joyidan olib tashlash orqali bajariladi. Bu yerda eng muhim narsa shundaki, miyani vazifalarini iloji boricha saqlab qolish. Asosiy operatsiyaning maqsadi ham shunga qaratilgan. Ya'ni operatsiya qilganda, misol uchun qo'lda yoki oyoqda harakatlarni saqlab qolish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, hozirgi kunda endoskopik neyroxirurgiya rivojlanmoqda. Misol uchun, oddiy adenoma gipofizlarida ham o'sha burun orqali yoki og'iz orqali kirib, o'smalarni olib tashlash imkoniyati mavjud. Undan tashqari, hozirgi kunda o'sha tibbiyotning jadal rivojlanishi hisobiga yangi yo'nalishlar paydo bo'lmoqda. Men o'ylaymanki, yana 15-20 yildan keyin o'sha targetni terapiya rivojlanib ketadi va o'sha o'smalarni ma'lum bir immunitet hujayralari bilan yo'q qilish yoki bartaraf etish yo'lga qo'yiladi.